Dunyodagi eng baland nuqta bo'lmish Himalay tog' tizmasidagi Everestning eng cho'qqisiga hozirgi vaqtgacha butun dunyo bo'ylab faqatgina 7120 ta alpinist chiqa olgan. 335 ta alpinist toqqa chiqish yoki tushish vaqtida vafot etgan ekan. Eslatib o'tish joizki, Everestning balandligi 8849 metrga teng. Everest cho'qqisiga chiqish mumkin, lekin u yerda ko'p qolib bo'lmaydi. Chunki bu balandlikdagi kislorod yetishmovchiligi sababli miya va yurak faoliyati buziladi va inson tanasi sekin-asta nobud bo'lar ekan. Bu toqqa chiqish ta'riflab bo'lmas sarguzashtlarga boy bo'lsa kerak. Men ham bir kun kelib Everest cho'qqisiga chiqishni niyat qilib, eng birinchi qadam climbing mashg'ulotlariga birga ishlaydigan koreys do'stlarim bilan kelib ko'rdim. Mashg'ulot maydonining o'zidan qiziqarli taassurotlar boshlandi. Men o'zim uchun garchi soxta bo'lsa ham eng birinchi cho'qqini zabt etdim. Ekstrem sport turlariga qiziquvchilar climbing klublariga albatta kelib ko'rishni maslahat beraman. Agar sizga ushbu mashg'ulot maydonining manzili kerak bo'lsa, izohlarda manzil deb yozib qoldiring.